Bu bolam o'tirishini qaranglar, tavba qilin. Farruh, nima bu o'tirish? Bu ahvolni qarang. Uyalmaysizmi? Barber bo'lib, soch bilan soqolni qarang. Jigar, men ko'chalarda bolalarni tekinga sochini olib yuribman, yuring cho'tka qilib qo'yaman deb. Barberimiz, bu yerda kelganlar nima deb o'ylaydi? Baqa ishlayotgan joyda Farruh sochini qaranglar dedi-yu. Ketdi. Imijni o'zgartiramiz. Ketdi. Imijni o'zgartiramiz. O'g'il bola bo'ling. Ketdi. O'tiring kresloga. Qaranglar, a. Men sartaroshman. Bilasizlar, o'zim ham cho'tka qilib yuraman, bolalardan sochini olib yuraman. O'zimizni ishchi sochlari o'sgan holatda. Nima bu ahvol? Kelin bola tanimaydigan qilib qo'yamiz-da, tushundingizmi? Tayyormisiz? Ha, ketdi olmasam. Qalay jigar? Akamning qo'llari gul, ishlariga vahshiy gapni kelaverasizlar. Ko'rib turganingizdek qilichli qilib qo'ydilar.